Assalomu alaykum. Bugun bir qisqagina bir mavzu o'qiymiz. Juda muhim, juda dolzarb va hozirgi zamonda muammo bo'layotgan insonlarning dindan chiqib ketishiga sabab bo'layotgan kasallik va uning davosi haqida o'qiymiz. Bismillah. Şu hatime 4 çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Mana şu hatime yani yakun 4 xil kasalliklarni bayon qiladi ve davolash choralarini ko'rsatadi. Bir de 4 kasallik ve onun davolari aytilgan. Bugun faqatgina birovni o'qib qo'yamiz. İnşallah kelajakda Allah Taala nasib ro'z aylasa qolganlarini ham o'qiymiz. Birinchi hastalık. Birinchi kasallik yesdir. Ya'ni umidsizlikdir. Yes. Bizdagi o'zbek tilidagi ma'yus degan so'z bor, mana shundan olingan. Yesdir. Umitsizliktir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar. Yese düşer. Dostum, ey dost, yoki do'stim deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Amalga, ya'ni amal qilishga, farz amallarni ado etishga va toat qilishga, ya'ni gunohlardan tiyilishga, Allohga itoat qilishda farz amallar bo'lsin yoki gunohlardan tiyilish bo'lsin, farqi yo'q. Ya'ni toat ibodatda amal qilishga muvofiq bo'lolmaganlar, shuni amalga oshira olmaganlar, shunga muvofiq bo'lolmaganlar azobdan qo'rqadi deydi. Allohning azobidan qo'rqadi. Chunki biladiki, unga gunoh yoziladi. Gunoh yozilganidan keyin savol javob bo'ladi. Savol javobdan keyin azob beriladi. Shuning azobidan qo'rqadi bular. Va shu tariqa umidsizlikka tushadi. Umidsizlikka tushishiga sabab mana shunga muvaffaq bo'la olmasligi, muvaffaq bo'la olmaydi. Ya'ni harakat qiladi, harakat qilmaydi emas. Masalan, farz namozlarni oladigan bo'lsak, ya vaqtida o'qiyamaydi, ya to'liq to'kis o'qiyamaydi, ya xushu huzu bilan o'qiyamaydi, ya astoydil sekin shoshilmasdan o'qimaydi. Xullas bir qandaydir sabablar bilan toat ibodatda aybi bo'ladi. Hattoki ba'zan buni qazo qilib qo'yaveradi masalan. Shunga o'xsham ibodatlar yoki gunoh bo'lishi mumkin. Bir gunohni qilmaslik kerak, deylikki, birda qilsa birda qilib qo'yaveradi. Shundan keyin inson oxir oqibat bu mana shu azobidan qo'rqqani uchun, ya'ni gunohlari yig'ilib qolgan, qilish kerak bo'lgan farz amallari yig'ilib qolgan va bundan qo'rquv paydo bo'ladi. Bu qo'rquvdan keyin oqibatda umidsizlikka tushadi. Men bo'ldi, odam bo'lmas ekanman, men yomon musulmonman yoki yomon odamman yoki do'zaxiyman deb mana shuna umidsizlikka tushadi. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Mana shunday ma'yusning ko'ziga, ya'ni umidsizlikka tushgan odamning ko'ziga, ya'ni odam umidsizlikka tushib bo'lgan, mening odam bo'lmaydi, men haqiqiy musulmon bo'lamayman degan fikrga kelib qolgan, ana shunday umidsizlikka tushgan odamning ko'ziga diniy masalalarga teskari bo'lgan ko'rinishda, zohirda go'yoki dinga teskari yoki dinga qarshi bo'lgan azimiz kichkinagina zaif bir alomat, belgilar yoki ishoratlarni, bir o'zicha bir dalilga o'xshagan narsalarni juda zaif, juda arzimas bir dinga qarshi bo'lgan hujjat dalillarni ne qiladi? Ularni avvalda ko'zga juda buyuk bir burhondek, aniq bir dalildek, ya'ni mahkam bir hujjatdek
ko'zga ko'rinadi. Shunga yopishib oladi degani qo'y endi. Shunday. Endi odam umidsizlikka tushgan, bu umidsizlikka tushgandan keyin mana shu arzimagan dinga teskari bo'lgan hujjat dalillar, bir belgilar, alomatlar, hujjat dalillar emas hattoki u. Bir alomatlar qanday? Bu emara degan alomat, belgi deganni bildiradi. Ko'rinishda shunaqa bo'lib ko'rinadi. Halbuki bu hujjat emas, dalil emas. Biroq uning ko'ziga katta bir hujjat, dalil bo'lib ko'rinadi. Insonning psixologiyasi shunday o'zi, umidsizlikka tushgan odam umidsizlikdan qutulishning chorasini izlaydi. Inson o'z tabiati shunday, fitrati shunday. Endi arzimas narsa ko'zga mahkam, buyuk, katta bir dalil bo'lib ko'ringandan keyin o ne qiladi? Böyle birkaç emareyi elde eder etmez diğer emarelerin saikasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak eder. Endi mana shunday vaziyatga tushgan odam arzimas alomat belgilarini mahkam bir hujjatday ushlab olgan, ko'rgan odam mana shunda bir necha amoralarni, belgilarni qo'lga kiritar kiritmas darhol ne qiladi? Boshqa yana amoralarning sayqasi bilan, yana shunga o'xshagan boshqa o'zining nazarida hujjat belgilar bilan ne qiladi? E'lon isyon qiladi. Isyon qila boshlaydi. O'z qo'lida kichkina bir narsa topib olgan, dinga teskari narsa, shubhali narsalar bor. Keyin yana ba'zi bir odamlarning so'zlari bo'lishi mumkin. Buyuk bir olimlarning so'zlari bo'lishi mumkin. Ya'ni musulmon olim emas. Islomga qarshi bo'lgan olimlarning so'zlari bo'lishi mumkin. Tarixda o'tib ketgan. Dinga aloqasi yo'q, islomga aloqasi yo'q. Ana shunday buyuk bir insonlarning so'zlarini o'ziga hujjat qilib olib, ne qiladi? Hamon isyonini e'lon qilib, endi qarshi kelib dinga endi u odam dadil so'ylaydi endi u. Yoki xatti harakat qiladi. Nega unday qilyapsan? Bunday qilib bo'lmaydi desang, boyagi belgilarni qo'lga kiritgan, qazangan bir ikki alomatlarini o'zicha bir dalil, hujjat bo'lib hisoblab olgan, qilib olgan narsalarni o'zining amaliga endi dalil qilib oladi, hujjat qilib oladi. Shunga asoslanib xatti harakat qiladi. Va shunga asoslangan bir jasorat paydo bo'ladi, isyon qilishga. Shuning uchun aytibdiki, i'lani isyon qiladi ederek. Isyonini e'lon qiladi, endi bildiradi, ko'rsatadi u isyonini. Qilib islom doirasidan chiqib ketadi. Alloh saqlasin, Alloh muhofaza, hech kimning boshiga solmasin. Bu yerda muallif hali ham chiroyli qilib aytibdi. Buning ma'nosi hammamizga ma'lum. Islom doirasidan chiqib ketadi. Islom doirasidan chiqqan odam ma'lum bo'ladi. Qaysi doiraga tushishi? Zaten ikki doira bor. Islomdan chiqqan odam boshqa doiraga tushmaydi o'zi. Yagona doiraga qarab, shu ikkinchi doiraga tushadi. Uchinchi doira yo'q, o'rtasi yo'q. Islom doirasidan chiqib ketadi. Shaytonning askarlariga qo'shiladi. İltihak eder, barib qo'shiladi. İltihak deb barib qo'shilishi. Binoan alayh, shunga binoan, endi shuning uchun degani u. Endi chorasini ko'radi. Bu hali kasallikning mohiyati, kelib chiqishi, uning sabablari va natijasini aytdi. Umidsizlik qanaqa kasallik? Qayerdan kelib chiqadi va natijada ne bo'lishini aytdi. Ya'ni umidsizlikning sababi amalga muvofiq bo'la olmaslik. Natija esa islom doirasidan chiqib ketishi. Endi bu darddan qanday qutulamiz desa, muallif aytibdiki, shunga binoan, endi shunday bo'lgan ekan, amale muvofiq olamayanlar, amalga muvofiq bo'la olmaganlar, yesa düşmemek için, umitsizlikka tushib qolmaslik uchun, ya'ni amal qila olmayapti, qiynalib yuribdi, harakat qilyapti, shunday paytda umitsizlikka tushmaslik kerak. Harakat qilaverish kerak, to'xtatmaslik kerak. Chala bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin, uncha-muncha. Asl maqsad to'xtatmaslik, doimiylik. Bir kun kelib, bir kun tuzaladi. Shuning uchun umitsizlikka tushmaslik uchun shu oyatga murojaat etsin. Mana shu quyidagi oyatga murojaat qilsin deyapti. Amalga muvaffaq bo'lamayotgan insonlar umitsizlikka tushmaslik uchun quyidagi oyatga
murojaat qilsin. Bu Zumar surasida kelgan oyat. Bismillah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim. Qisqacha ma'nosi de, ey nabiyim, mening nomimdan ayt, de, ey qullarim, allazina asrafu ala anfusihim, o'z nafslariga isrof qilganlar. Mufassirlar bu so'zni zarar berganlar, zulm qilganlar deb tafsir qilgan, ochiqlagan. Isrof qilganlarni, isrof qilganlar degan so'zni o'z-o'ziga zarar yetkazganlar, o'ziga zulm qilganlar yoki gunoh qilganlar deb, xullas mana shunaqa ma'nolarni bergan. Ya'ni o'ziga zarar, o'ziga ziyon yetkazganlar, o'ziga zulm qilganlar, ya'ni gunohni nazarda tutyapti. Gunoh qilib qo'ygan musulmonlar degan ma'no bildirdi. Ey o'z nafsiga zulm qilgan qullar, umidsizlikka tushmanglar. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidlaringni kesmanglar deyapti. Allohning rahmatidan umidlarini kesmanglar. Innalloha, darhaqiqat Alloh, yaghfiru zunuba jami'a, barcha gunohlarni kechiradi. Innahu, darhaqiqat u, ya'ni Alloh, huwa u al-g'afurur rahim, kechiruvchi, mehribon zotdir. Qisqacha ma'no shu. Bugunlikka mana shu kifoya. Alloh taolo hech bir musulmonni umidsizlikka tushirmasin. Alloh taolo bu baladni saqlasin. Alloh ibodatlarda, toatlarda hammamizga muvaffaq bo'lishimizni nasib ro'z aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.